gelirseydin de oldu. Doyunu maktadın. Ben hafiften bu şehrime gapirmedim. Ağıyla kahraman anam oluşun şarabı bilmeden. Lesler mi? Azıcık yaşlarımız mürgüyüp alıp işte toğum mu yok mu? Beçara beli ağrı mu? Kahraman ana bolgalligidan. Mana şu mehnatni tinmasdan qilganligidan, asker doimo yaxshi qaraganligidan, oilada sog'lom turmush tarzi yaxshiligidan mana ana shu yoshga kirib, nuroni bo'lib, sochlari oqarib, hali asker doimo qon qaqshataman deb o'tiribdi. Keling, siz yoshlar mana shu ayollarimizdan o'rnak oling. Tog'am bilan ham ishlar solmay ekan mana. 12-15 tarafta o'q tashlab bor eshitamiz hali. Birolar, onalar bir-biri bilan musobaqa o'ynagan mashina olamiz deb, golga beradi deb. Lekin bor hali yashayapti shular ham. Hozirgi yoshlarimiz nima? Mehnatdan qochadi. Mehnat etgan hech qachon yomonlik ko'rmagan ham, faqat uzoq umr, yaxshi turmush, yaxshi hayot kechib keladi. Hozirgi yoshlar sahar borib Oğuz opayatir, paxtani ko'proq ter, belim ağrıdı, o'rim ağrıdı, bo'rim har xil dard top kelar. Keling hammangizga sog'lik, doim yaxshi kayfiyat. Mana shularning yoshiga Xudoning o'zi yetkazsin. Shu yangamdek qahramon ona bo'lib, qahramon qariya bo'lib, eng yaxshi nuroniy bo'lib o'tadi. Hammaga sog'lik, doim mana shunaqa yaxshi kayfiyat, davramiz davom etadi. Davramizda yaxshi so'zlar, suhbatlar bo'lyapti. Bizning nuroniy ayollardan yana biri shu davraning to'rida qaynopama baravar olaman deb ko'p harakat etadi. Eng sevimli kelinim var bitta. Oqchopa Eshon qulvamizlar. Shu kishi ham bitta yaxshi niyatlari bor ekan opalarga. Birozgina eshitsak. Oqchanga. Apa'nın şanıga bitti. Yazmanlarına koş akarsın, yanağımıza umur görsün. Yüzler bilen yüzlaşıp, yana şuna kadar yakşı günlerde oturarım. Rahmet, sizlerden şu yaşa geçersin. Benim bu da bağlı mı yol gelmedi? Der gittiler. Hayır, sizlerden da umur, yaş kayfiyet. Erkeklerimizden hem yapıyorlar varmış. Hayır. Bana böyle kadır kes. Oturan erkek var. En erkekler o ezbanın, benim yengemin, Gülbar Mama'nın erkekler oldu. Bize tepeleşiyorsan. Adırcan bana, bu yaşlı niyetleriniz olsa yaparız inşallah. Aytalayın. Dersten emek yaxşı gaplar yana opam aytib yozma qolib ketdi. Katta rahmat. Mana bu opam bilan jaznamiz umr ko'rsinlar. O'g'illari, qizlarining baxtiga. Nevara chevarlarim baxtlariga har doim omon bo'lsinlar. Jaznam ham kuch-quvvat tilaymiz. Asfalt qo'lyapman, suv o'tyapman, gaz ham o'tkazib ketsinlar. Opam ham uzoq umr, baxtli taxtli bo'lsinlar. Rahmat. Mana yangamning o'zlari ham hozir mana shu yoshda shu davraga bir yaxshi niyatlari bor ekan, birovdan eshitadi. Mana endi. Mikrofon yo'q. To'g'rilar rahmat. To'g'rilar rahmat. Boshqalar nima o'g'illar etdi. Mayli rahmat o'g'illar uzoq yashashsin. Meni yoshimni versin Xudoyim. O'g'il qizlarimni. Rahmat o'g'illar. Yanga katta rahmat. Mana o'g'illar botir boshliq, eshitdingizmi? Sizlar ham Xudo shu murodga yetkazsin. Mana shunday to'y-to'yonlarni ko'proq etib bering. Xudoning o'zi sizlar ham yaxshi ekan. Keling, doim mana shunaqa yaxshi davrlarimiz ko'payaversin. Hamma yoshlarimiz ulg'ayaversin.
Qishlog'imiz bundan da obod olsun, asker doima yangama kuch quvvat. Bor mana itlar, o'g'illarim, kelinlarim, qizlarim kuch quvvat. Har doim mana shunaqa bizlarga katta vaqt beribsizlar. Nasib bo'lsa 100 yoshgacha yana yallo Xudoning o'zi yetkazsin. Muslimbek? Kima? Ular ham mayli bir dam olay, choy chakdi, choy ichman ekan. Taylar, mening bir Toshkentlik kelinimiz bor, shuni ko'rmayapman, ha, mehmon. To'lqin, kelin kelandimi? Yo'q, kelin yo'q. Ha, yo'qmi? Bunda davrada mana hurmatli domlalarımızdan Toshpo'latjon doisining bir jallardan biri. Toqqaylardan eng erka qachon qarasam qo'ltiqlar yuriydi. Islomjon tojik jiyanimiz bor. O'zbekcha gapiraver. Tojikcha gapirsam ham mayli. Ikkalasi bir shura so'zlar bor. Rahmat. Assalomu alaykum. Bekmatlar sulolasi. Burada hammasi Bekmatlar sulolasi. Bugün Bekmatlar yo'q. Avalam yangam bilan askar bovaga alangalik salom. Mana bugün 60'dan o'tib 77, 80'e sakradayız. Xudo xolasa 90'dan to'qnashib yüzde yüzleşiş mana shu Bekmatlar sulolasiga hammamizga nasib qilsin. Doimo ana shularning o'yida to'yxona yaxshi kunlar bo'lsin. Mening niyatim shu, ana shu mana şurada Bekmatlar sulolasida bir narsani eslab o'tishni xayol topdim. Bekmat bovom Xudo rahmatli 93 yoshda vafot etgan ekan. 93 yoshda. Hali Bekmat bobo bir 7 yosh yetishi kerak-da 100 ga. Şu 7 yosh yetmagan şu Beg'amyangam bilan askar boboga doimo ana shu 7 yoshi qo'shib 114 yoshga yetgandan ana shu Bekmatlar sulolasi bundan ham kengayib o'tirish hammamizga nasib etsin. Doimo to'yxona yaxshi kunlar o'tishini katta rahmat sizlarga. Rahmat Islomjon. Sizlar bir yaxshi tilaklarni aytinglar. Hammaga ziyaratiga jonim. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun ammam bilan yozaman yubileylari ular yuzga kirsin. Sog'lik, salomatlik bo'lsin. Nevaralarning huzurini ko'rsin. Bolalar sog'aysin, hammasini huzurini ko'rsin, sog' salomat bo'lsin. Ular shunga ishtirokchi nasib etsin. Rahmat so'z beramiz. Muslimjon, salom san'ating rivojlanaversin. Sana uzoq umr, sağlık, bizlarning to'ylarda, yaxshi kunlarda xizmat etish sana har doim nasib etsin. Rahmat. Rahmat Toshjon, Islomjon. Sizlarga ham Xudo shu murod yetkazsin. Barakatda nabara kevalarimiz, urnikevalar zot beradi. Doim yaxshilar. Davramiz davom etadi.